Instagramda nechta kontent chiqarishim kerak? Eng ko'p keladigan savol. Kstati, sizni yana blog bo'yicha nima savollaringiz bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiring. Keyingi postlarimizda sizlarning savolingizga javob berishga harakat qilamiz. Endi bo'lsa, количествоga o'tamiz. Biz qancha ko'p kontent chiqarsak, shuncha yaxshi. Buni Instagram CEOsini o'zi aytib chiqdi. Qancha ko'p kontent chiqarsak, shuncha ko'p axvat bo'ladi. Shuncha ko'p odam bizani ko'radi. Maksimalni harakat qilinglar. Nechta kontent kuniga chiqara olsanglar, shuncha 2 ta, 3 ta, 4 tagacha kuniga chiqara olsanglar, chiqaringlar. Juda ham ko'p axvat olasizlar, tez o'sishinglarda bu sizlarga yordam beradi. No minimum agar vaqtim yo'q deydigan bo'lsanglar, bir haftada kamida 3 ta kontent chiqarishinglar kerak. Agar blog yurg'izaman, blogimni orqasida nimagadir erishaman deydigan bo'lsanglar, yana nima foydali informatsiyalar kerak? Aytganimdek, kommentariyda yozib qoldiringlar.